Ikki xonali, tayyor remontli kirib yashaydigan uy sizga taklif qilmoqchiman. 58 kvadrat metr uy egalari 70 ming AQSh dollarida so'rashyapti, albatta kelishiladi. Manzil Yunusobod 10-kvartal, shunda Konechkani oldida, yo'l yuzida. Maktab, bog'cha, targ'ov kompleks infrastruktura atrofimizda juda ham qulay. Xo'p, bu uyimiz bizda 3-qavatda joylashgan 5 qavatli binoda birgalikda uyga ko'ramiz. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimiz, bizda kattagina prixojka, xonalar, sanuzellarimiz hammasi alohida. Hop, bu yog'imizda prixojka mebel. Bu yoq tarafga to'g'riga eshikdan kirganimizda bizda birinchi xonamiz spalniy bo'ladi. Uy toza, remontlari yaxshi, tayyor kirib yashaydigan. Keling, bu yoq tarafga kiradigan bo'lsak, bizda zal, mehmon kutadigan xonamiz. Bu zaldan balkonga chiqadigan joyimiz ham mana qo'shilgan tarafi bor. 2 ga 3 balkonli, konditsionerlari mavjud. Hop, davom ettiradigan bo'lsak, keling, prixojkaga qaytamiz, sanuzellarni ko'rib chiqamiz. Mana. Bu yog'imizda bizda birinchisi hojatxona. Kafellari yaxshi, chiroyli holatda turibdi. Va bu yog'imizda esa bizda hammom. Bu planirovkada ikkita balkon bo'ladi. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Oshxona bu yoqqa mягкий mebel uголокlarni qo'yib, televizor, podacha joylarimiz bor. Televizor ko'rib, o'tirib завтракать uchun oilaviyga qulay variant. Bu yog'imizda balkon 2 ga 3, ikkinchi balkonimiz shu oshxonamizda shu yerga chiqib joylashtirilgan. Xullas, lokatsiyasi zo'r, uyi etaji ham yaxshi. 70 ming boshlang'ich narx albatta kelishiladi. Telefon raqamlarini aloqaga chiqasiz.